Esimda PUBG'ning birinchi sezoni qora rubashka, jinsovka va qora tuflik bo'lardi. Lobbisi juda ham sodda, hozirgidan boshqacha. Orqasida S1 degan yozuv ham bo'lardi. Esingdami do'stim, poligonga kirgan paytlarimiz, oq masxalabni kiyib maqtangan paytlarimiz, hech kimda giroskop degan narsalar bo'lmas edi. Yumpiga esa 9 yo'q tushar edi. Pachinki ko'chalari, 100 talab parashutlar, biz uchun bootcamp edi, shelter sosnovkalar. Hozirgilarni xabari bormi yo'qmi bilmadim. Akem va Turizm 6 ga 8x tushganim. Oldinlari donat degan narsalar hech bo'lmasdi. Kim donat qilgan bo'lsa ustidan kulishar edi. Chiqqanda birinchi bor Faraon ruletkasi deganman birinchi marta, bu endi nimasi? Yarangilda bo'lardi, tungi ko'rish ko'z o'ynaga. M24 pulemyotda robdan chiqar edi. Uvozikda yotgan odamni bossa o'lmas edi. Uvozikda esa mana bu ashula miyaga dam berardi. Esingdami oq-qora odamlar, pattachani yo'qotib o'ynagan paytlar. PUBG'da o'zbek serveri umuman bo'lmasdi. Kim Rossiyada o'ynasa hamma havas qilasdi. Oldin park desa poligondek tushunardik. Sababi hozirgidek hech kim parkda tanishmasdi. Hozirgi sportkalar xayolda ham yo'q edi. Bitta mashinaga skin bo'lsa shu yetardi. Ha, bilmaganlar bildi. Bilganlar esa yana ozgina bo'lsa ham eski damlarga qaytdi. Ha.